Endi qo'lingizni charchatib, gazni shu holatda tortib ketishingiz shart emas. Sababi bu modelimizga cruise control tizimi qo'shildi. R16 Saka modelimizga yangi qulayliklar qo'shildi. Bular jidkisli tormoz sistema, orqaga yurish, ballonlar kattalashdi hamda cruise control tizimi qo'shildi. Oldi savati hamda orqa bagaji. Bularning ichida nimalar bor hozir ko'rsataman. Himoya kaskasi, yomg'irdan pana qiluvchi nimcha, original quvvatlagich hamda yon oynalar, masofadan boshqariluvchi pultlari ham bor. Orqa bagajini bo'sh holatda ko'rishingiz mumkin. Kengina. Motor quvvati 240 vatt, tezligi soatiga 25 km. Akkumulyatori 60 volt 20 amper. Bitta to'liq zaryad bilan 50-60 km masofani bemalol bosib o'tadi. Agar sizga ham xuddi shu yangilangan R16 Saka modelimiz kerak bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlar orqali aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz.